Assalomu alaykum. Xo'p, mana pechkamizga ham navbat keldi. Abo'ylarimizni yopishtirib oldik. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz loy tayyorlab olamiz. Loyimizga kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz 500 markali semen yaxshisidan qum, keyin vegan mixdan kafenli kilik. Xo'p, hammasini olib kelib oldik. Suvimiz va toshimiz tayyor. Yo'layotganmiz. Gel ham kerak bo'ladi ozroq. Loy tinib qolmasligi uchun. Men sinovni o'tkazganim bitta cho'mich. Sizlarga cho'michda nima qilamiz? Ko'rsatib o'tamiz. Mana shu cho'michimizda to'la qumdan suv quyganimizdan keyin ozroq loy qilamiz. Ko'pgina loy qilib olmaymiz. Yarasha yangi loy qilaveramiz. Mana shu cho'michimizda ikkita to'la qum tashab turib, keyin semenimizdan bitta to'la mana shunday cho'michda to'la semen tashlaymiz, keyin yana yarimta tashlab yuboramiz. Bu degani ikkita qum, 1,5 cho'mich semen ketadi. Keyin bitta kafenlikli. Shuni qo'shib aralashtirsalaring, qo'yiqligi o'rtacha qo'yiqlikda bo'ladi, yopishadigan bo'ladi. Suyuq ham bo'lmaydi, oqib ketadi. O'rtacha qo'yiqlikda qilib olsalaring, endi loyni hozir ko'rsatib bera olmayman. Tushunarsiz bo'ladi. Shu qancha suv qo'shishni ko'rsatib o'tdim. Geldan ham qo'shib yuborasizlar ozroq, tinib qolmasligi uchun. Shu loy tayyorlab olgandan keyin toshimizni iloji boricha mana shunday qizil toshni yopishtirsalaring chiroyli chiqadi. Lakdan keyin yana ham qizarib chiroyli bo'lib chiqadi. Seri har xil qilib yopishtirishadi, sariq, qizil qilib, unda bachkana bo'lib qoladi menimcha. Hammalarda har xil. Bir xilda mana shu qizil toshni yopishtirsalaring, o'zi ichida ozroq sariq, kafenliga tortib ketadigan svetlari bor. Qoralari bor. O'zi yarashib turadi. Bir xilda shu toshni yopishtirsalaring, medaga ham tegmaydi. Har xil qilib yopishtirgandan. Shuna qilib bu toshimizdan olayotib, maydasini ham olmaysizlar, yirigini ham olmaysizlar. Keyin qalinligi ham bir xilda bo'lishi kerak. Bir tomoni yupqa, bir tomoni qalinni olib qo'yingizlar, yopishtirib qiynalasizlar. Chiroyli qilib bir tekizda yopishtirib chiqaveradi, pastdan boshlab bir xilda yopishtirib ketaverasizlar. Bu yo'llarni kesib, bargarkada kesib, moslab, chiroyli qilib yopishtirib chiqaverasizlar. Orasi tosh bilan toshimizni yopishtirgan orasi 1 sm ochiq tursa bo'ladi. Shunchalik ochiq tursa bo'ladi. Ko'p ochib olsangiz ham bo'lmaydi, yopishtirib olsa ham bo'lmaydi. Shu holatda yopishtirib chiqib olgandan keyin bir kun turadi, qurib olgandan keyin choklarini o'sha ko'rsatib o'tgan loyimizda to'ldirib chiqasizlar, keyin bir qopda artib tozalaverasizlar. 2 soat, 3 soatdan keyin serigandan keyin choklari yaxshilab artib olasizlar. 2-3 marta artib olgandan keyin bemalol laklab o'rtadan bo'laveradi. Kraskalarni yopishtirish jarayonini ko'rsatamiz yana. Hozircha loy tayyorlashni ko'rsatib o'tdik. Foydalanib shu ko'rsatgan nimalarimizdan, maslahatlarimizdan chiqsalaring biz xursandmiz. Foydamiz tegsin. Toshni yopishtirish uchun loyimizni tayyorlab oldik. Toshimizni yopishtirishdan oldin yo'lda cho'kib qo'yib olamiz. Iloji bo'lsa pechga qurilgandan keyin g'ishtni o'ziga tosh yopishtirib ketmaydi. Bir qator suv qo'yiladi. Biz endi tayyor suv qilganimiz yo'q. Pechkaniga biz bargaga kesib o'zimizga chokib ma'lum oldik. Yaxshi ishlashi uchun toshimiz. Endi hozir loyimizni tayyorlab loyimizni qo'yib ko'rsatib o'tdik video davomida. Qo'yiqliga mana shunday ko'rinishda bo'ladi, shunday bo'ladigan bo'lsa yaqinroq olib kelsangiz ko'rsatamiz. Oqib ketmaydi, suyuq ham emas. Yopishadigan holatda loyimizni shu toshimizga tashlaymiz. Yopishtirib ketaveramiz.